Bu qarmoq bilan 140 gramm atrofidagi toshni bir 100 metr oraliqqa bemalol otsangiz bo'ladi. Bu karpiy spinning deyiladi. Buni 360-390 razmerlari bor. Narxi o'rtacha 350 ming atrofida turadi. Bunisi bo'lsa oddiy qarmoq bo'ladi. 360 lik razmeri. Buni ham har xil razmerlari bor. O'rtacha narxi 60 ming so'm turadi. Endi tabiiyki ko'pchilik savol tug'iladi. Bularning nima farqi bor? Bu karpiy qarmog'imizda oddiy qarmoqdan asosiy farqi, karpiy qarmog'imizda otilingan masofaga oddiy qarmoq bilan otib, xo'ragingizni yetkaza olmaysiz. Karpiy qarmog'imiz 4LBS li, bu degani 140 gramm toshni uzoqqa otishga ishlatsangiz bo'ladi. Yana afzal tomonlardan bittasi, katta baliq tushganda ham egilishi yaxshi bo'ladi. Bemalol katta baliq olib chiqsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari kalsiolari katta qilib ishlangan bo'ladi. Bu nimaga yordam beradi? Uzoq otayotganingizda ipingiz yengillik bilan va osonlik bilan chiqib ketishga yordam beradi. Mana bunaqa oddiy qarmog'imizga kelsak, bu 40 dan 80 grammgacha tosh ishlatadi. Kalsiolarining ham sifatida farqi bor. Keyin kalsiolari kichkina bo'ladi. Bu uzoq otayotganda bu ham ancha rol o'ynab qo'yadi. Yana ham kalsiolari kleylangan bo'ladi. Bu ko'p ochib yopilganda ko'pchilikda ko'chib chiqib ketadi. Mana bunaqa karpiy qarmoqlarda bo'lsa, bu hammasi bitta boylab chiqarilgan bo'ladi. Bunaqa qarmoqlarda hamma narsaga detalli ahamiyat berilgan. Lekin qimmat qarmoq olsam baliq yaxshi tushadi deb o'ylamanglar. Baliq qarmoq tanlamaydi. Baliq har doim xo'rak tanlaydi. Baliq ovga borganda xo'rakni yaxshisini, krючок yaxshisini olib olish esingizdan chiqmasin.